Hozir sizlar bilan ikkinchi va uchinchi passageni qanaqa qilib readingda yaxshiroq yetsa bo'ladi, effektiv va tezroq vaqt tejagan holda yetsa bo'ladi ko'rib chiqamiz. Garchi har xil yo'llar, har xil variantlar bo'lsa ham bu readingga yetish uchun, lekin men o'zim uchun optimal deb hisoblagan yo'lda hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Buni birinchi sababi birorta savolni o'tkazib yubora olmaymiz, ya'ni har bitta savolni topish shansimiz yaxshi bo'ladi. Ikkinchidan, tezroq vaqtda bu narsa readingni tugatsak bo'ladi. Har bitta savolni alohida qidirib yurishga ko'p vaqt ketkazmaymiz. Lekin aytib qo'yay, agar bizda reading comprehension yaxshi bo'lmasa, ya'ni biz o'qigan paytimizda reading yaxshi tushunmasak, tekst yaxshi tushunmasak, vocabulary bazamiz yaxshi bo'lmasa, ikkinchi bilan uchinchi passageda juda qiynalamiz. Bu ikkala narsasiz yaxshi ishlashi deyarli iloji yo'q. Endi bular bo'lgandan keyin qanaqa qilib yaxshi tip bilan yaxshi effektiv tezroq yechib, ko'proq to'g'ri topsa bo'ladi deganda, endi mana hozir shunaqa narsalar ishlashni boshlaydi. Xo'p, birinchi bo'lib bizda qanaqa savol turlari borligini ko'ra olamiz. Masalan, bu Cambridge 14 birinchi testi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchiligimiz o'sha ishlaydigan ikkinchi passage. Birinchi mana paragraf matching bor ekan. Ya'ni o'sha qaysi paragraflarda bunaqa informatsiyalar bor deb berilgan. Ikkinchi multiple choice bor ekan, ikkita informatsiyani tanlashimiz kerak va yana xuddi shunaqa va summary completion bor ekan. Biz shu har bittasidagi keywordlarni belgilab olamiz. Ya'ni bu 14 dan 18 gacha bo'ladigan narsalarda men aynan hozir keywordlarni belgilab o'tirmayman. Bu kerak emas men uchun hozir. Chunki bu no orderda keladi, ya'ni bu bitta informatsiya ketma-ket nima qilmaydi, kelmaydi umuman. 19 va 20 savollarda demak 1999-yilgi sxema bor ekan, Amsterdamdagi bike sharing scheme. Xo'p. Demak 1999-yilgi sxema bizga kerak bo'lar ekan. Okay, keyingisiga tushamiz. Amsterdamdagi hozirgi paytdagi vaziyat ekan. Demak variantlarga qaramadim, e'tibor beringlar. Variantlar umuman hozir menga kerak emas. Variantdagi keywordlarni qidirib biz hozir vaqt yo'qotishimiz umuman kerak emas. Keyingisi 23 dan 25 gacha summary completion. The first bike sharing scheme was the idea of Dutch group Provo. Demak mana Dutch group Provo degan narsa kerak ekan bizga. Bo'ldi. Xo'p. Demak har bitta savolda men o'zimga nima kerakligini bilib oldim. Endi qiladigan ishim A paragrafi to'liq o'qib chiqish. A paragrafda men nima borligini ko'rib chiqishim kerak 100%. O'qishni boshlayman. The original idea of an urban bike sharing scheme dates back to summer stay in Amsterdam in 1965. Provo's organization that came up with the idea was a group of Dutch activists who wanted to change society. Hop, bizda e'tibor beraylik, Dutch degan so'z bor edi, Provo degan so'z bor edi. Mana bu yerda Provo degan so'z bor edi. Qayerda? Summary completionda. Demak, birinchi bo'lib summary completionni ishlaymiz ekan. Xo'p, summary completionda nima deyotgandi? The people who belonged to this group were summary. Demak, bu guruhga tegishli odamlar kimlar edi? Bu yerda mana aytib qo'ygan. Provo's organization that came up with the idea was a group of Dutch activists. Demak, u guruhga tegishli bo'lgan odamlar kimlar bo'lgan ekan? Activists bo'lgan ekan. Demak, aktivistlar bo'lgan ekan. Xo'p, 23-savol hal qildik. Endi sirazi 24da nima kerakligini ko'ra olaylik. They were concerned about damage to the environment and about something. Demak, environmentga bo'lgan zararni ular xavotir olishgan va yana nimaga bo'lgan zarardan ular xavotir olishgan. Davom etamiz. They believed the scheme which was known as Whitson plan was answer to the perceived threats of air pollution. Demak, air pollutionga bu answer bo'ladi, ya'ni solution bo'ladi. Answer to solution ma'nosida kelgan. Perceived threat bu o'sha xavf, bunga bo'lgan xavf. Air pollution va consumerism. Demak, bizda air pollution and consumerism degan so'z keldi bu yerda. Environment bor edi. Environment bu air pollutionga sinonim bo'ladi. Shuning uchun yonida and about degan so'zda bu yerda consumerism javob bo'ldi. Xo'p, endi 24-savolda javobi consumerism ekan. Davom etamiz. And believed that the bike sharing scheme would draw attention to these issues. Va ular ishonganki, bu o'sha velosipedni share qilish sxemasi bu anaqalarga, muammolarga e'tiborni tortadi deb turib bular ishongan ekan. Xo'p, bular ishongan ekan, bike sharing sxemasi bu muammolarga e'tiborni tortadi deb turib. Endi davom etamiz. As well as painting some bikes white, ular bir xil velosipedlarni oqqa bo'yagan va ular tarqatgan nimadir?
that condemned the use of cars. Demak, mashinalarni ishlatilishini discourage qiladigan nima turlarni ular tarqatgan ekan. Xo'p, davom etamiz bu yoqda kelgan joyimizdan. In the center of Amsterdam, they painted small number of used bikes white. Demak, Amsterdamning sentrida ular bir qancha ishlatilgan velosipedlarni oq rangga bo'yagan ekan. They also distributed leaflets. Ular shuningdek tarqatgan leafletlarni, demak, distribute degan so'zimiz bu yoqda handed out ga sinonim bo'ldi. Bu yoqda leafletni to'g'ri javobga yozamiz. Leaflets degan narsa turishi kerak. Endi mana condemned the use of cars degan narsa mana describing the dangers of cars mana shu sinonim bo'ldi shu so'zga. Condemned the use of cars describing the dangers of cars ga sinonim bo'ldi. Bu sizlarga faqat tushuntirish uchun aytib o'tib ketyapman xolos. Endi A paragrafi yana o'qib qo'yishim kerak oxirigacha. A paragrafi. The bikes were then left unlocked at various locations around the city to be used by anyone in need of transport. Bu bayklar keyin o'sha qulflanmasdan tashlab ketilgan ekan shahardagi har xil lokatsiyalarga ham transport kimga kerak bo'lsa o'sha odamlar tomonidan ishlatilishi uchun bo'ldi. Endi qaranglar. A paragrafi o'qib bo'ldim. A paragrafi o'qib bo'lgan paytimda men summary completiondan buning ichida keladigan savollarni hal qildim. Endi meni qiladigan ishim Amsterdamdagi hozirgi vaziyat haqida gap ketdimi? Yo'q. 1965-yil haqida gapirildi. Bunga umuman tegmayman. 1999-yilga keldikmi? Yo'q, hali bunga umuman kelmadik. Bunga ham umuman tegmayman. 14-dan 18-savollar orasida javob bo'lishi mumkin. Bitta o'qib qo'yishim kerak. Demak, qanaqa qilib bike sharing sxemasini odamlar noto'g'ri foydalanganligi berilmagan. Nima uchun o'sha taklif qilingan bike sharing sxemasi ishlamaganligini sababi berilmagan. O'sha ishidan foyda ola olmagan odamga bo'lgan ishora berilmagan. Explanation of potential savings bike sharing scheme would bring shu bike sharing sxemasi olib kelishi mumkin bo'lgan potensial savinglar haqida tushuntirish berilmagan. Reference to the problems a bike sharing scheme was intended to solve. Bike sharing sxemasi aslida qaysi muammolarni yechishi maqsad qilgandi, o'sha narsa qayerda berilgan degan. Shu narsa bor mana A paragrafda, buni belgilab qo'yaman. Nimaga, qaysi deganda problems a bike sharing scheme was intended to solve. Bu mana bu yoqda edi. Mana bike sharing scheme was an answer to perceived threats of air pollution and consumerism. Ikkita narsaga nima edi bu? Javob edi. Mana hozir A paragrafi o'qib bo'ldik. Endi A paragrafi o'qib bo'lganimizdan keyin demak har bitta savol turidan bizda bor yoki yo'qligiga qarab turib javoblarni belgilab oldik. Bo'ldi. Endi hozir bu yerda nima bo'ldi? Hozir bizga sodir bo'lgan narsa shundaki, A paragraf bo'ldi, o'yindan chiqib ketdi. A paragrafi boshqa biz qaytmaymiz, boshqa ishlatmaymiz umuman. Bu narsa bizni vaqtimizni ancha tejab beradi. Chunki har bitta savolni keywordini qidirib bu narsani ayniqsa mana bularni keyword bilan ishlab bo'lmaydi umuman. Topib bo'lmaydi hech qanaqasiga. Xo'p, bu hozir bunaqa ishlash taktikasi sizlarga boshida sal qiyin tuyulishi mumkin. Bu yoqda o'qigan informatsiyalarni eslab qolishingizda qiynalishinglar mumkin, lekin 3 marta 4 marta ishlasanglar shunga tushib olasizlar, keyin ancha udobniy bo'lib qoladi. Boshqa usulda ikkinchi bilan 3-chi passajni yechish nabrot qiyin bo'lib qoladi. Davom etamiz B dan boshlab turib. Xo'p, yana savollarga qaramadim. Bu yoqda o'qishni davom ettiraman. Demak, Lutz Kimmelpenninck, a Dutch industrial engineer who still lives and cycles in Amsterdam, was heavily involved in the original scheme. Demak, Amsterdamda yashaydigan va velosiped minib yuradigan industrial engineer shu odam bu originalniy sxemaga juda ham kirishib ketgan ekan. U eslaydi, bu sxema qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishganligini, juda ham ko'p e'tiborni tortib muvaffaqiyatga erishganligini, particularly when it came to publicizing Provo's aims. Provoni demak maqsadlarini publicize qilayotgan paytda, ya'ni o'sha publikga oshkor qilayotgan paytda bu qanchalik mashhur bo'lib ketganini eslayapti. But struggled to get off the ground. Demak, yurib ketish qiyinroq bo'lgan ekan. Xo'p, police were opposed to Provo's initiatives and almost as soon as bikes were distributed around the city, police bu narsaga qarshi bo'lgan ekan va velosipedlar shahar bo'ylab tarqalishi bilan ular shahardan o'sha narsani olib tashlagan ekan. Xo'p, however, bu odam uchun bike sharing sxemasi umuman olib qaraganda boshlanishi xolos ekan. Bu narsani boshlanishi xolos. The first xo'p, demak, with bu prosta simbolik thing deb atagan ekan va u bir qancha bayklarni white'ga bo'yagan xolos. Shu bilan o'zi yetarli deb o'ylagan. Things got more serious.
Bu narsa juda seryoznalashib ketgan. When I became member of Amsterdam City Council 2 years later. 2 yildan keyin Amsterdam Cityda council bo'lgan paytimda, demak bu narsa juda ham nima qilgan, ommalashib ketgan deb turib aytilgan. Endi hozir qaraymiz. Xo'p, birinchidan buni o'qib chiqishimiz kerak mana. Description of people misused bike sharing scheme. Yo'q, bu narsa berilmagan. Proposed bike sharing scheme was turned down, bu ham berilmagan. Ishidan foyda ola olmagan odam berilmagan. Potential saving berilmagan. Bo'ldi. 14-18 gacha javob yo'q. 1999-yilga hali yetib kelmadik. Pastga tushib ketamiz. Amsterdamdagi hozirgi vaziyatga yo'q, hali kelmadik. Demak, bunda bormagan summary completion. However, the scheme was not a great success. Almost as quickly as Provo left bikes around the city, took them away. Mana shu narsa bor edi. Ya'ni Provo bikelarni shaharda tarqatib bo'lishi bilan kim ularni remove qilgandi? Ularni polis remove qilgan. Demak, 26-savolimiz javobi the police ekan. Hop, 26-savol bo'ldi. Demak, bizda summary completion bo'ldi, 100% tugadi. Bo'ldi. Bu savolga boshqa nima qilmaymiz? Bu savolga boshqa qaytmaymiz. Hop. Police. Endi davom etamiz. C paragrafdan o'qishi, demak, B paragrafda yo'q ekan. Bu anaqalarda javob, demak, C dan davom etamiz. Skimmel Panic seizes this opportunity to present a more elaborate wit to the city council. My idea was that municipality of Amsterdam would distribute 10,000 white bikes over the city. Demak, Skimmel Panic aytgan ekanki, bu vitni planini ko'proq prezent qilish uchun bu imkoniyatdan foydalangan va aytgan ekanki, Amsterdam 10,000 ta oq velosipedlarni shaharga tarqatish kerak va hamma uchun ishlatadigan qilish kerak bu narsani. Endi u tushuntiryapti shunaqa deb. I made serious calculations. Men seriozni bu narsani hisoblab chiqdim. Shunda aniq bo'ldiki, oq velosipedlar har bitta odam uchun har bir kilometrga public transportga bitta inson uchun bitta kilometrga ketadigan rasxodni 10%gacha cost qiladi xolos. Ya'ni masalan, public transportda bitta odam bir kunda 10,000 so'mga manziliga borib qaytib kelsa, bunda endi 10% bo'ladi xolos shu narsa. 1000 so'mga tushadi xolos deyapti. Ya'ni bizda boya o'qiganimizda potential saving degan narsa bor edi. Esimizda bormi? Hozir mana C paragrafni o'qiyapmiz. Bu yerda mana potential saving bike sharing scheme would bring degan narsa bor edi. Shu narsa imminda mana hozir shu 10% haqida gap ketyapti. Ya'ni 90% bu nima qilib beryapti? Bike sharing sxemasi odamlarga saving qilib beryapti. Mana buni hal qildik. 17-savolimizning ham javobini. Endi davom etamiz. Nevertheless, the council unanimously rejected the plan. Lekin council bu narsani ochiqchasiga emas, yashirincha, ya'ni sababini aytmasdan, ya'ni tushunarsiz holatda planni reject qilibdi. Ular aytibdiki, o'sha bicyclelar 'tmishga tegishli kelajak mashinalarniki deb turib aytibdi. Demak, bizda yana shunaqa narsa bor ediki, mana explanation of why a proposed bike sharing scheme was turned down. Ya'ni nima uchun o'sha taklif qilingan bike sharing sxemasi turned down bo'lganligi xuddi shu mana C javobda kelgan. Ya'ni o'sha City Council bu narsani nima qilgan? Reject qilgan, ya'ni admin qilgan. Shuning uchun proposed bike sharing scheme nima qilgan? Ishlamagan. C variant bo'ldi. Ikkita C bo'ldi. Chunki bizda mana you may use any letter more than once. Ikkita liboy letterni bittadan ortiq ishlatsang bo'ladi deb turib aytilgan. Xo'p, davom etamiz endi. D paragrafga keldik. Skimmel Panic never stopped believing in bike sharing. Demak, hech qachon bu narsani demak, shu qilishga ishongan, har doim ishonishdan to'xtamagan, ya'ni har doim shunga harakat qilavergan. 90-yil o'rtalarida mana e'tibor qarataylik, bizda 99-yil bor edi. Mana 99-yil javob bor edi. Hozir shu 19-20 ni javobi demak yaqinlashyapti degani u degan. Hop, two Danes asked for his help to set up a system in Copenhagen. Demak, ikkita daniyalik bu yordam so'radi. Bu sistemani Kopengagenda amalga oshirishdi. The result was the world's first large-scale bike share program. Rezultat dunyodagi birinchi katta miqyosdagi bike share program edi. It worked on a deposit. You dropped the coin in the bike and when you returned it, you got your money back.
Demak, tanga qo'yasan baykka va uni qaytarib olib kelgan paytingda baykni pulli qaytarib olasan. Endi Danish sistemni amalga oshirgandan keyin Skimmel Panic qaror qilibdi o'zini yana omadini sinab ko'rishga Niderlandiyada va bu paytda u muvaffaqiyatga erishibdi mana shu transportni ishonchini, qiziqishini qozonishga. Xo'p, u eslayapti endi, vaqtlar o'tdi. Odamlar people had become more environmentally conscious. Demak, odamlar ko'proq environmentally conscious bo'lib bordi va Danish experiment had proved that bike sharing was real possibility. Demak, Danish experiment Daniya eksperimenti isbotladiki, bike sharing sxemasi endi realniy, ya'ni iloji bor u narsani qilishchi. A new Witsen plan was launched in 1999 in Amsterdam. Demak, 1999-yilda Amsterdamda yangi Witsen plan amalga oshirilibdi, lekin riding a white bike was no longer free. Endi tekin emas ekan. Oldin o'sha tanga tashlab turib, qaytarib velikni olib kelgan paytimizda pulimizni qaytarib olsak bo'lardi. Endi unaqa emas ekan. It cost $1 per trip and payment was made with a chip card developed by Dutch Bank. Demak, o'sha Daniyani banki rivojlantirgan chip kartdan to'lanar ekan pul va har bitta tripga $1 to'lanar ekan. Bo'ldi. Davom etamiz. Skimmel Panic designed conspicuous sturdy white bikes located in special racks which could be opened with a chip card. The plan started with 250 bikes distributed over 5 stations. Demak, 250 ta bike bilan boshlangan, o'sha qulflanadigan bo'lgan, oq rangga bo'lib qilgan velosipedlarni va 5 ta stationda bo'lgan bu narsa. 1999-yil haqida gap ketdi. Bizda mana 19-20 orasida savollar bor, shuni ko'rib chiqishimiz kerak. Undan oldin tekshirib qo'yamiz. Description of how people misuse the bike sharing scheme. Qanaqa qilib odamlar foydalana olmagan tayyor imkoniyatdan. Yo'q bu narsa. Reference to a person being unable to profit their work. Ya'ni ishidan foyda ola olmagan odamga qayerda ishora berilgan. Bu yerda ham o'sha narsa yo'q. Demak, 19-20-savolni tekshiramiz. Xo'p, Amsterdamdagi bike sharing scheme was initially opposed by a government department. Demak, birinchi bo'lib government department tomonidan bu narsa anaqa ignore qilingan, ya'ni qarshi chiqilgan, bu narsa berilmagan. It failed when a partner in the scheme withdrew support. Demak, podдержка qilishdan bosh tortgan paytda partnyor bu narsa muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Bu narsa ham hali kelmadi, berilmagan. It aimed to be more successful than Copenhagen scheme. Copenhagen anaqa sxemasidan ko'ra bu ancha muvaffaqiyatli bo'ladi deb kutilgan. Yo'q, qaranglar bu yerda Copenhagenning sxemasi haqida gap ketgan, haqiqatan. Shulardan bular ilhomlangan, demak shularni ko'rib turib, demak ha qilsa bo'lar ekan bu narsani deb o'ylagan, lekin taqqoslash berilmagan. Ya'ni more successful degan narsa bizda yo'q. Shuning uchun bu hozircha not given bo'ladi. Bu narsa berilmagan bo'ladi. It was made possible by a change in people's attitudes. Odamlardagi munosabat o'zgarishi bilan bu narsani ilojisi bor qilingan. Mana shu javobni men ko'rdim. D javobni. Mana. Hop, mana people had become more environmentally conscious. Odamlar environmentally conscious bo'lishni boshladi, environment haqida qayg'urishni boshladi. Shuning uchun Danish experiment had proved that Daniyan eksperimenti, ya'ni Copenhagen eksperimenti isbotladiki, bike sharing hozirgi kunda, ya'ni o'sha paytda haqiqatan possible qilsa bo'ladi, ilojini qilsa bo'ladigan imkoniyat hisoblanadi deb turib aytilyapti. Ya'ni odamlarning munosabati o'zgargan. Ya'ni odamlar environment haqida ko'proq qayg'urishni boshlagan. Shuning uchun shu narsa bo'ldi. 19-savol javobi D bo'ldi. Endi ini tekshiramiz. It attracted interest from range of bike designers. Bir qancha bike dizaynerlarini e'tiborini tortgan. Bu interestni tortgan degan narsa bor, faqat bu government interestini tortgan. Lekin bike dizaynerlarning interestini topmagan. Bu ham not given bo'ldi. Bu narsani ham not given qilib turib, javobdan I javobni eliminate qilib tashlasak bo'ladi. To'g'ri javob emas bu. Xo'p, davom etamiz endi. Dni o'qib chiqdik, endi I paragrafga kelamiz. Theo Mulliner, who was a system designer for the project, worked alongside Skimmel Panic. Demak, Skimmel Panic bilan birgalikda ishlagan, o'sha sistema dizayneri bo'lib, va u aytyapti. I remember when we were testing the bike racks, he announced that he had already designed better ones. Demak, men eslayman, o'sha bike racklarni tekshiruvdan o'tkazayotgan paytimizda u e'lon qilgan. U davno yaxshiroqlarini dizayn qilib qo'ygandi, lekin albatta
we had to go through with the ones we had. Biz o'zimizda borlari bilan davom etishimiz kerak, bu narsadan o'tib ketishimiz kerak. The system, however, was prone to vandalism and theft. Lekin sistema o'g'irlik va buzg'unchilikka juda ham moyil edi. Davom etamiz. After every weekend, har haftadan keyin, har haftaning oxiridan keyin, there would always be a couple of bikes missing. Har doim ikkita anaqa velik yo'qolar ekan. Molinar aytayaptiki, I really have no idea what people did with them. Men umuman tushunmaganman odamlar bu narsa bilan nimaga unaqa qilayotganligini. Because they could instantly be recognized as white bikes. Demak, ular nima, chunki ular har doim white bike sifatida ko'rinib turardi. Ya'ni kimdir o'g'irlab ketsa ham o'sha white bike'ni tanisa bo'lardi. Nimaga odamlar unaqa ekan tushunmayman deyapti. But the biggest blow came when Postbank decided to abolish a chip card because it wasn't profitable. Demak, bu o'sha Postbank chip kartlarni bo'ldi, o'sha admin qilgan paytda bu juda ham anaqa bo'ldi, blow bo'ldi. Ya'ni o'sha seryozni orqaga qaytish bo'ldi. Chunki u profitable emas edi deyilgan. That chip card was pivotal to the system. Molinar says, to continue the project, we would have needed to set up another system. Davom etishimiz uchun bu proyektda biz boshqa sistema yaratishimiz kerak. Lekin the business partner had lost interest. Lekin business partner interestni yo'qotdi, deyapti. Endi shu 19-20 orasida boya o'qigan paytimizda mana bunaqa narsa bor edi. Mana it failed. Ya'ni o'sha sistema fail bo'lgan. Qachonki sxemadagi partner поддержка qilish to'xtatgan paytda. Mana but the business partner had lost interest. Ya'ni interestni yo'qotdi, uj bo'ldi. Bundan keyin поддержка qilmaydi deyilgan. Shuning uchun to'g'ri javob B bo'ldi. Demak, 19-20 da ikkita javob aniq topildi, B va D. Yana bitta narsaga e'tibor qarataylik. Ko'p studentlar chaqilib qoladigan narsa, hozir faqat maqsadimiz to'g'ri javobni topish bo'lmasin, noto'g'ri javoblarni ham tushuntirib o'tib ketaylik. Xo'p, 14-savolda description of how people misuse the bike sharing scheme degan narsa berilgan. Mana hozir I paragraf o'qigan bo'lsak, hozir o'sha I paragrafda berilgan, mana vandalism and theftga moyil bo'lgan bu narsa, har haftada ikkita velosiped yo'qolgan. Nimaga unaqa qilganini odamlar tushunmaganman deb turib Molinar gapiryapti. Bu I, ya'ni shu odamlar foydalana olmagan bu bike sharing sxemasidan, noto'g'ri foydalangan. O'sha qanaqa to'g'ri ishlatishni bilmaganda o'sha buzg'unchilik bo'lgan. 16 ga e'tibor qarataylik. Reference to a person being unable to profit their work. Ya'ni ishidan foyda ola olmagan odamga reference deyapti, to'g'rimi? Shu yerda mana bu yoqda bitta narsa jumla bor mana. Because it wasn't profitable degan. Shu narsani ko'rib turib, mana keyword qidirayotgan odam profit their work ni bu yoqda ko'rib turib, profit their work bu yoqda ko'rib turib, bu yoqdan it wasn't profitable degan narsani ko'rib, I belgilab qo'ysa xato qiladi. Chunki bu yerda so'rayapti person haqida, именно person haqida so'rayapti. Mana person haqida so'rayapti. Bu yoqda Postbank haqida so'rayapti. Ya'ni o'sha Daniyadagi bitta bank foyda ola olmaganligi haqida gapirilyapti ida. Bu yoqda qanaqadir bitta person foyda ola olmaganligi haqida gapiryapti. Bu ikkita different kind of things hisoblanadi. Bularni javobga ola olmaymiz. IELTS odatda shunaqa narsalar bilan o'quvchilarni chalg'itadi. Xo'p. Davom etamiz F dan boshlab. Skimmel Panic was disappointed. Demak, Skimmel Panic degan odam bu narsadan ranjigan ekan, ya'ni uni partnyori interestni yo'qotib, support qilishni to'xtatgandan keyin bu ranjigan ekan. Va bu uzoq davom etmabdi. 2002-yilda u French Advertising Corporation Decoux degan anaqadan qo'ng'iroq olgan ekan kompaniyadan va bike sharing sxemasini Venada, ya'ni Avstriyada qilishmoqchi bo'lgan ekan. Hammasi yaxshi ketdi. Venadan keyin ular Lyonda qildi, Fransiyada, 2007-yilda Parijda qildi, Fransiyada yana. There was a decisive moment in the history of bike sharing. Bu demak bike sharing tarixidagi burilish nuqtasi bo'lgan. Huge and unexpected success of Parisian bike sharing program which now boasts more than 20,000 bicycles. Demak, Fransiyada 20 mingdan ortiq bicyclelar bo'lgan ekan va boshqa shaharlarni ham butun dunyo bo'ylab o'sha o'zlarini sxemasini qilishda bu narsa sababchi bo'lgan ekan va Skimmel Panic modelidan foydalanishga. It is wonderful that this happened, he says. Ya'ni
Skimmel Panic aytgan ekan, bu narsa juda ham ajoyib buni sodir bo'lganligi. Lekin but financially I didn't really benefit from it because I never filed for a patent. Demak, patentlamagan ekan u hech qachon, shuning uchun umuman hech qanaqa foyda olmagan ekan. Mana endi keldi 16-savolimizning javobi F da, ya'ni o'zini ishidan hech qanaqa foyda ola olmagan inson deganda mana shu Skimmel Panic bo'ladi. Butun dunyo bo'ylab, butun eng rivojlangan shaharlarda demak bu sistema qurilgan, bu sistema yaratilgan, lekin o'zini ishidan umuman foyda ola olmagan deganda shu F keldi. Endi bizda ikki dona savolimiz qoldi, 20 va 21 va Amsterdamdagi hozirgi vaziyat. Xo'p, G mana ketdi. In Amsterdam today, 38 of all trips are made by bike and along with Copenhagen, it's regarded as one of the two most cycle-friendly capitals in the world. Demak, 38% triplar bike bilan qilinadi. Kopengagen bilan birgalikda ular shu ikkita eng cycle-friendly capitallarni dunyo bo'yicha biri hisoblanadi. Ya'ni velosipedda eng ko'p odamlar yuradigan ikkita shahardan bittasi Kopengagen, bittasi Amsterdam hisoblanar ekan. Xo'p. O'qiymiz endi. The majority of residents would like to prevent all cars from entering the city. Hali berilmadi bu narsa. There is little likelihood of city having another bike sharing scheme. Berilmadi. More trips in the city are made by bikes than any other form of transport. Mana shu yerda men juda ko'p o'quvchilarni ko'rganman. To'g'ri javobga C ni belgilab qo'yganligini, lekin bu not given. Ya'ni 38% triplar bike tomonidan qilinadi. Lekin boshqa liboy transportdan ko'ra bike'da ko'proq odamlar yuradi degan javobimiz not given, chunki biz bilmaymiz 42% masalan taksida yurishi mumkin odamlar yoki public transportda yurishi mumkin. O'sha narsa aniq emas. Agar shu 38% o'rnida masalan 55%, 60% degan narsa berilganda o'z-o'zidan nargilar haqida informatsiya yo'q bo'lsa ham bundan katta bo'lmas edi boshqa transportlarni share. Demak, buni true'ga olib turib, demak, C ni to'g'ri javob qilib belgilasak bo'lardi. Hozir belgilay olmaymiz. Naborot bu noto'g'ri javob. Bu X bu chiqib ketish kerak, noto'g'ri javob bo'lib turib, polniy. C ni biz belgilay olmaymiz umuman. Endi davom etamiz. Yo'q, keyingisi mana D si. Bike sharing scheme would benefit residents who use public transport. Demak, bike sharing sxemasi public transportdan foydalanadigan odamlar uchun foyda keltiradi. Xo'p. Bu narsa hali berilmadi. The city has a reputation as a place that welcomes cyclists. Shu javob keldi. Ya'ni cyclistlarni yoqtiradigan shaharlar reputatsiyasi bor shunaqa. Ha, haqiqatan Kopengagen bilan Amsterdamda shunaqa nima bor edi. Dunyoda ikkita cycle friendly capital hisoblanardi. Demak, javob topildi. Ya'ni bitta javob topsak bo'ladi. But the city never got another Witsen plan. Demak, bunaqa Witsen plan boshqa bo'lmadi bu shaharda. Monelar ishonadiki, bu Amsterdamda allaqachon hamma odamda demak bike borligi bilan bog'liq. Ya'ni har bitta odamda bike bo'lgandan keyin unaqa bike sharing sxemasi kerak emas. Skimmel Panic, however, cannot see this changes Amsterdam's need for bike sharing scheme. Skimmel Panic o'ylaydiki, bu Amsterdamga kerak emas degani emas bike sharing sxemasi. Har bitta odamda bor bo'lsa ham dashi deyapti. People who travel on the underground, metroda yuradigan odamlar don't carry their bikes around. O'zlarini velosipedlarini olib yura olmaydi deyapti. Demak, metroga tushayotgan paytda metroda o'zini velosipedini olib yura olmaydi. But lekin often they need additional transport to reach their final destination. Demak, o'zlarini final destinationiga, o'sha oxirgi manziliga yetib borish uchun qo'shimcha transport ularga kerak bo'ladi har doim degan. Shu yerda bizdagi bor edi, mana public transportdan foydalanadigan residentlar uchun bike sharing sxemasi foydali bo'ladi degan javob bor edi. D topildi. Bo'ldi, shu yerda tugatsak bo'ladi, to'xtatsak bo'ladi. To'g'ri javob topildi, lekin hozir sizlarga C ni qanaqa noto'g'ri bo'lganligini tushuntirganimga o'xshab turib, A bilan B ni ham qanaqa qilib noto'g'riligini tushuntirib o'tib ketaman. Also, he thinks it is strange that a city like Amsterdam doesn't have a successful bike sharing scheme. He is optimistic about the future. Amsterdamga o'xshagan bunaqa shaharlarda muvaffaqiyatli bike sharing sxemasi bo'lmaganligi uni hayratlantirsa-da, u kelajak haqida optimistik qarashga ega, ya'ni kelajakda bu narsa bo'ladi deb o'ylaydi. B javob qaranglar, there is little likelihood of the city having another bike sharing scheme deyilgan. Endi shu bitta little emas, bu yerda big, ya'ni more likelihood deb berilyapti. Bu javob, ya'ni B javob noto'g'ri. Amsterdamda yana boshqa bike sharing sxemasi bo'lmaydi deb bu aytilgan, lekin aslida bu yerda bo'ladi, ya'ni optimistic about future deb turib aytib ketgan. Xo'p, yana A ni noto'g'riligini ham tushuntirib beraman.
In the 60s, we didn't stand a chance because people were prepared to give their lives to keep cars in the city. 60 yillarda o'zlarini hayotini berardi o'sha mashinalarni shaharda saqlash uchun, lekin bu anaqa mentalitet o'zgargan. Hozir everybody longs for cities that are not dominated by cars. Hop, hamma o'sha shu yerda sal grammatik xato, anaqa spelling mistake shekilli saytdagi so'zda bu yerda aytmoqchiki, mashinalar dominate qilmaydigan shaharlarda hamma ana yurishi, yashashi xohlaydi deb turib bergan. Hop, endi bu yerda u degani mana majority of residents would like to prevent all cars from entering the city. Shaharga kirishini taqiqlab qo'yish xohlaydi rezidentlarning ko'pi degan narsa berilmagan. Prosta o'sha shunaqa yashash xohlaydi, shunchaki o'sha karlar dominate qilmaydigan shaharda yashashni xohlaydi ko'pchilik deb aytilgan, lekin mashinalarni chetdan kirishni taqiqlab qo'yish xohlaydi deb aytilmagan. Bu not given. Agar true false ga o'giradigan bo'lsak, bu not given, demak bu javobni ega belgilay olmaymiz. Shunaqa ishlanishi kerak passage 2 va passage 3 lar. Hozir cho'zilib ketganligini sababi, aslida mana 30 minutdan ortiq vaqt ketganligini sababi tushuntirish kerak bo'lganligi uchun ham noto'g'ri va javoblarni nimaga noto'g'riligini tushuntirishga ketgan vaqt bo'lganligi uchun cho'zilib ketdi, lekin aslida shunaqa ishlashga o'rganadigan bo'lsak, ancha oson, ancha erkin va tez ishlay olamiz passage 2 va passage 3 larni. Va eng muhimi, birorta savol o'tib ketib qolmaydi. Masalan, 2-3 ta savol o'tib ketib qolsa ham, uni qidirish uchun shu passage boshidan oxirigacha yana qarab chiqish kerak bo'ladi. Boshidan oxirigacha 2-3 martalab qarab chiqish kerak bo'ladi. Undan ko'ra A paragrafi polniy o'qiymiz, savollarni tekshiramiz. B paragrafi polniy o'qiymiz, savollarni tekshiramiz. C ni o'qiymiz, o'sha har bitta savollarni tekshiramiz. Shunaqa qilib ishlab ketaveramiz.